Navbatdagi 3 xonalik lyuks kvartirachamizni sotuvga chiqardik. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli o'zini kuzatib boruvchilar. Asosiy kirish qismimiz, videoga bitta like bosing. Kirish qismimiz общий sanuzel, oshxonamiz, bolalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasi va mehmonxona bo'lyapti. Chiroyli, yaxshi ta'mirlangan 3 xonalik полноценный 10-qavatda, 10 qavatlik novostroykamizni 10-qavatda bo'lyapti. Liftlari bor. Yana koridorimizga qaytamiz. Bu yerda esa общий sanuzel joylashgan. Hammamizga mana shunaqa uylar olish nasib etsin. Bu yerda esa kattalar uchun yotoqxona. Shkafchalar, turmo, televizor, derazalar o'sha brilliant qarab turibdi. Divanimizning orqasi zonasi. Va bu yerda esa bolalar uchun yotoqxona qilingan, 1 kishilik, barcha qulayliklar qilingan. Bu yerda esa oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonamiz ham keng, kattagina, barcha mebel texnikalar qilingan, bemalol o'tirib ovqatlanish zonasi ham mavjud, kattagina kafil qilingan. Samarqand shahar Brilliant City'ning orqasida 10 qavatlik novostroykamiz 10-qavatda joylashgan. 3 xonalik полноценный mansarda emas, 65 metr kvadrat umumiy maydoni, narxida 70 mingga tena savdosi bor. Kimga agar qiziq bo'lsa, срочно bizga aloqaga chiqinglar. Narxni chiroyli qilib olib beramiz. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga bitta like va podpiska bosishdan chiqmasin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.